Moydod. Bugungi brend firma qattiq tayyorgarlik ko'rgan ko'kalar. Xudo xolasa brend firmani brendoviy mollaridan chiqaramiz bugungi. Sifatlilaridan yig'ib qo'ydim aka deb maqtanyapti qani. Bugun qattiq harakat qilamiz, videolarni obzorni zo'rni qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Yaxshi rahmat o'zingizdan. Charchamasdan. Bismillah. Mikrofon taqib olaveraylik endi. Charchab bo'lmadinglarmi aka? Rahmat, tinchmisiz hoji aka? Damlarni olib, issiqlarda qiylab. Assalomu bo'lyapti, xudoga shukr. Xo'shta hojonalar boblaridan, aka-ukalarimiz boblaridan bugun endi O'ta sifatlilar. o'ta zo'rlaridan kelgan hoji aka bugun. Assalomu alaykum ho'shta hojonalar, aka-uka, opa-singillarimiz. Rosa xursand bo'ldi o'tgan safar kommentariyani o'qidingizmi? Dostonga kelganda Abdumandon tug'ilgan kuniga deb hoji aka aytib o'tgan ekan. Hammalarga rahmat. Firmamiz boshlig'iga deb nima qilib tabriklashibdi. Alloh rozi bo'lsin hammalarga. Dostonbek kelib nima qildi? Yaxshimi dostonmi? Yaxshi. Yaxshi bo'lsin. Xudo xolasa. Bugun birgalashib ekanda, xudo xolasa. Birgalikda shunaqangi Originallarini obzorni qilishni boshlaymiz. Puli yengilidan xudo xolasa birinchi o'rindan boshlab obzor qilib. Hoji aka har kunga bonus qo'yib yubordim. Har kuniga bonus endi. Xudo xolasa har kuningini seshanba, juma kunidagi narxdan ham solishtirib olishaveradi. O'zimizning ash kunga qo'yganimizga ham boshqa kungagi boshqa mollarga ham, boshqa bozorlarga ham taqqoslab olishaveradi. Hoji aka xudo xolasa hammasi bo'g'ozlari. Inshaalloh. O'ta sifatlilaridan. Bosib turamiz aka-ukalar. Bugungalikka oxu nechi pul deyishursiz mana oxulardan kelib qoldi, qarang. Oxu haqiqiy. Aka-ukalar svetlari ham, kallalariga ham, tumshuqlariga ham e'tibor beramiz. Voy joning sog' bo'lgur. Haqiqiy bo'yicha hurkayligi firmadan chiqdi mana, belgisi bori. Narigi tarafdan. Mana shu narigi tarafda. Mana aka-ukalar. Ikkovimiz yoniga kelib olganimizga harf alifbosida B. Adashmasam. Mana like'larni bosib qo'yamiz. Aka-ukalar biz bir boshidan xudo xolasa obzorlarni qilib ma'lumotlarni berib boramiz. Bilasizlar aka-ukalar brend firmada xudo xolasa nasllilari, sifatlilari, sut yo'nalishida sut mollari bo'ladi aka-ukalar. Sizlarga o'ta chiroylilari, sifatlilari bo'g'ozlaridan eminyapti bugungalikda. Like'larni bosamiz. Xudo xolasa shunaqa targ'illardan, savay shvetlaridan aka-ukalar mumkin. Sifatiga gap bo'lishi mumkin. Oq quloq, oq tumshug'idan. Tomlari oqidan aka-ukalar. Mentalida ham xudo xolasa mana 100 taligidan jasad ham bor, o'zi ham aka xudo xolasa idishni solishni beradigan undan aka, qani sut mollaridan aka-ukalar. Shvedni mana qangi aka, toza nemisidan. Bittadan like bosib turmasangiz bo'lmaydi aka-ukalar. Xudo xolasa sizlarga obzorlarni birma-bir qilib yetkazib beramiz, qani aka. Voy joning sog' bo'lgur. Xudo xolasa bilgilarga ishlarni birinchi qorin bo'g'ozlarimiz hammasi. Qani. Bo'yning ichka sut yo'nalishida xudo xolasa sutga ham chiroyli beradiganlardan. Alloh. Nasib qilsin deganlar aka-ukalar bittadan like'larni bosib turamiz. Xudo xolasa o'ta sifatli orqa ketib ballatlari to'qol deganiga to'qoldan, shvedda 100 taligidan so'raganiga 100 taliklaridan aka-ukalar to'shlari oyoqlarini baquvvatligiga e'tibor berganlar. Bittadan like'larni bosib turamiz. Shu birinchi raqamdan boshlab kelaveramizmi hoji aka bo'lmasa? Xudo xolasa boshladik. Hoji aka mana ish qurollari qo'lida. Nima kayfiyatga munosib ekan. Yaxshi. O'tgan safar kommentariyani zo'r qilib portlatib yuborishibdi-yu. Assalomu alaykum. Charchang. Assalomu alaykum. Xudo xolasa. Bolamiz bor hoji aka, xudo xolasa. Bugungalikka 10 bosh. Shunisidan boshlab ketamiz ekan. Kommentariy yozganlarda xonasiga rahmat hammasiga. Yoshgina jiyanimizni bunchalik qadr qilibdi. Rosa xursand haligi bola. Yaxshi gap ham yomon gap ham bir og'izdan chiqadi-yu. Albatta. Qadr qilib yozgan aka-ukalarimiz qo'llari dard kelmas. Bittadan chiroyli like'larni bostirasiz aka-ukalar. Asha to'shlarni qarang. bari
kommentariy yozganlar xursandligimiz uchun bugun bonus qilib tashlaymiz. Gap akalar. Mana. Xudo olsa sutdan sutga ularga ketadigan parodasi akalar. Tamlarni qarang. Bo'yning ichki kallasi ham kichkinasidan. Lekin 124 chiqyapti. 120. 122 olsa. 122. Hozir endi kuragini chiqarishni boshlab tishini to'kyapti ekan. Gap bo'g'ozligi buni qanaqa? Hoji aka 5 oydan o'tgan, bugungi kunga 5 oydan hisoblashib olaveradi. Mana yuvoshligi. Mana yilidan hisoblangan. Yeridan boshlab qo'ygan. Qop-qorasi. Uni qani silliq. Haqqi. Badani Bitta unga ham sillig'idan. xo'jalik bob sigircha bo'ladi mana. Kecha Jizzaxga bitta hoji akamizga bitta xonadoncha bilan bo'g'ozchani berdik. Bir oyga olavering dedi, kecha yo'lda tug'ib qo'yibdi. 3 kun o'zimiz boqib, ahvoh bilan bir hafta bo'lyapti. Bir hafta ham bo'lmadi, 5 kun bo'ldi sotganimizga. O'zingiz video qildik, qayta turgan edi. Ikkinchi turgan mol 20 million 500 mingdan qo'ydik. 9 oylik mol 8 oyga beramiz. Egasi 9 oy degandi. Egasi to'g'ri gapirgan ekan. Bir haftada tug'di. 9 oy. Novoqcha tug'ib rosa xursand bo'ldim bo'ldim. uyga endi mana. Toshkentda novoqcha tug'ib beribdi. Akamga ham rahmat, shu pullarni mehmon qilib, chiroyli qilib. Propiska endi Toshkentga qo'yilibdi, aka. Sho'pirlarimiz ham 1-2 kun zadeshga chetga chiqarganimiz shuda. Mabodo shu tug'adigan bir nima bo'lsa, bemalol tug'dirishib, malakasi bor sho'pirlardan jo'natamizda. Ashunga 1-2 kun bag'iga o'zimiz sho'pirlar jo'nataveramiz, hoji aka. Birinchi molimiz bo'ylari 120 plyusga olinadi. Bo'g'ozligi 5 oy. 5 oylikka akalar, xudo xolasa. Birinchi qorin bolasi, bo'yning ichkasidan xudo xolasa so'ragan akalarimizga. Kallasi ham kichkina. Badani pokiza, tozasidan deganlarga akalar mana. O'zimiz hali eski qo'ng'ir shvedlarimizdan-da hoji aka. Haqiqiy kecha ham gapirib o'tdik-ku. Sut beradigan nima qaymog'i shirinidan bular. Qora mol deydi, qora emas, shikala svet mana Shikala shoxlarini qara. O bitta tishi tushadi, uni ko'rinib turgan tishi. Bo'zak tishi, shuni og'zini ochib bering-da hoji. Maktabga keladigan harakat. O taydan yorib chiqyapti. Mana tushib ketadi mana tish. O tish tushib taydagi kir. O'ynamasdan bunday olib qo'yaman sizni. O'zi tushadi. Yapti. Narxiga hoji aka? Hoji aka bunday qilamiz hoji aka. Bir degi bilan ikki degini bir xil narx qo'yib beraman hoji aka. Qani ketdik bunisi. Unisi shikolat rangi, bunisi oq rangi shvetimizdan. Moloshli shikolat rangi ekanda bunisi. Buni Ketsa akalar. firmada zagondan ushlab chiqildi. Doktor ko'rib Qirg'izistonning belgisi emas mana bu kraska. Bo'g'ozligiga belgi qo'yib qo'ygan ekan. Bo'g'ozlarda qisillarga ashunga siz Qirg'izstondagida tamg'alar bo'ladi. Bedali import qo'yadi. Yo'q quloqlik bir nimasi bo'ladi. Unaqa emas. O'zimizning mol bu. Haqiqiy savash shvedlardan. Necha oylik buniki? Bunikini ham 5 oyga olursin. Bu ham 5 oydan o'tgan hoji aka. Hali jichcha qo'qqanligi bor buni. Mana men buni nima qilib qo'yganim hali o'zi ko'rib turibsiz realniy yuvashligini prosta odamdan jichcha cho'chiyapti. Hali ushalmaganligiga boryapti. 1-2 kun o'zi qashlab netib Mehr kerakda hamma molga. Mehr bersangiz bergan 30 dan ham ko'ra mehr yaxshi foyda beradi molga. Mana qayerda qashloq o'choq bo'lsa, o'zi ham bahri dil ochiladi. 120 ga bersa bo'laveradi. 120. 20 dan ham baland o'zi aslida bular. Ikkovini ham 120 ga hisoblab olishaveradi. Nasib qilsin deganlar kommentariyalar, nasib qilsin kommentariyalar yozib turamiz. Mana o'shidan ketadi mana o'shidan. Ha, deb qasddan chiqib ketaveradigan narsa. Mana. Nimaga buna bo'ldi ekan demasam. Mana qashlab chiqarib ham boraveradi mana. Hali Doktorning belgisi o'zi. Hali endi aytamiz Zafar aka, kelishtirib aksiya bizda. 25-26 qo'ymoqchi edim hoji aka, ikkovini jup olsan 24 milliondan ketdi hoji aka. Aksiya deb qo'ydik. 48 million so'm. 48 million so'mga dastavkasi bizdan. Har doimlik xohlasa qo'shnimizga olsin dastavka qilib beraman. Xohlasa Qoraqalpog'iston Xorazmli akamiz mana 500 ming zakalat tashlab qo'ygan aka. Tanlab olavering, ashmollardan qolishadigan emas. Xohlasa jupini olsin.
Oldindan zakalat berib qo'ya ulgurmadim deb, aka to'g'risi bitta molimizni baraka qilib, 1 soatda o'tib ketdi, puli tushmasdan boshqa akaga puli tushdi, shunga berdim. Men doim aytib o'tyapman, 500 ming bo'lsa ham zakalat tashab qo'y, mol sizga o'tadi. O'zi ham to'g'ri tushundi, aka to'g'ri rol dedim. Kech qolib ketdim. Yo'q, aytib qo'ymayapman dedi. Mana tanlab olaverasiz hoji aka. Ikkovi ketdi aka-ukalar. 20. Mana bu molni Do'q bo'lmas so'ragan 15 ta bu. Oroli aka 1 million pul tashab qo'yaman deb Abdulloh aka nomerini, meni ham Muzaffar aka nomerini oldim dedi. Mana o'zi. Ko'rib turgan bo'lsa 15 ming 20 ming tashab bersa. Bo'lmasa sotib ketmas 8 kilometrda 10 kilometr. Bu Orol necha kilometr? Ikkovi narxi teng bo'lgan. Aytildi. Просто Necha pulga bo'lgan barakasi? Muzaffar aka 26 millionga dastavkasi bizdan bo'lgan. mana 26 million narx qo'yganmi hoji aka shuni? 5-may kuni mana bu molga 6,5 oyda degan doktor. 6 oy bo'lsa ham 7 oydan o'tdi. Mana iyunda 5-da oyda. Boringki, ras oshib ketsa 60 kunda oldiga bolasi tushadi. Inshaalloh. Bu 7,5 oy 8 oyga borib qoldi. 40 kunga ham beraver hoji buni. Nimagaki doktor ko'rganiga ham 15 kun kamaytgan. U bitta germashi betimiz bor. Shuni yelinidan qolishmaydi. Mana tutamlarni qarang. Gap yo'q. To'g'risi bo'yningichka aka-ukalar. Bo'ylari necha aka buniki? 120 dan baland. Yangi ko'rib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, ma'lumotlarni berib ketamiz. Birinchi qoringa 127, 125 ga olaversin. Buni bellarni oyna hoji aka. Bu to'g'ri gap, yemlangan molida bu. Bo'g'oq chiqib hamma yo'qni qashlab, bu yemlangan mol bilasiz, qashlam tozalamagan. Dumlarini uchlarga olib qo'yganmiz mana. Balki sinib netmagan buni. U so'radi. O'sadi va yoki nimasi sog'ayotganda ham fermada ham o'zi kaltalatib qo'yadi-yu. Hoji aka buni aka bo'g'ozni biladigan odam. Mana shunday qo'lini qo'ysam bolasi tegadi. Baraka bo'lgan puliga ketdimi aka yana? Ketdi baraka bo'lgan puliga. Hoji aka bugun 500 ming kam ham qo'yib beraman mana. Gap yo'q. 25,5 ga ketdi. Qayga bo'lsa ham. Mana akani 20 mingni tutamiz. Tutamiz mana. Bo'lmasa endi mana o'rtaga tashladik. Lekin rostiga siz ko'rib turgan bo'lsangiz, to'g'risi yana 500 ming so'm Marhamatdan ham so'radi. Marhamatdan so'radi klient, hoji aka, klientman dedi. O'zimizni hojona 8 raqamdan so'rayapti. Aka endi tilakni bosib qo'yamiz aka-ukalar. Bu 3-molimiz bo'ldi. 4-raqamdan. Rossiyadan turib telefon qilganda, ya'ni o'zi o'zbek nomeri bo'lsa, telefon aloqaga chiqib hal qilamiz endi. Telegram yo'q aka. Targ'ilidan so'ragan aka-ukalarimizga xudo xolasa. Bilsiz, har bitta videoda bitta tag'il qo'yamiz. Chiroycha bo'ldi, haligi ikkita uchta targ'il talaman bo'ldi, anaqa bo'lib qolgan. Bitta opamiz bilan tushunmovchilik bo'lib, sen menga ham borib qolganmiz. Ko'rib turgan bo'lsa opaga mana ash kunga o'zi noto'g'ri tushunib qolgan olasiz bitta opamiz. Majinimiz aka. Birinchi qoringa aka bu. Birinchi qoringa hoji aka, shuning uchun bularni tishini ochib, molni qiynab nima qilmayapmiz mana. Mana taylanadi, yelalarni. Mana shu sut bermas, qaysi mol sut beradi. Bekorga odamlar targ'il deydi. O'rta to'p qoldi, hoji aka, mental targ'il. Shvet endi o'zimiz haqiqiy o'zimiz brend fermani brend molashi. Bitta yechini hoji aka shuni. Yetishmadi emas, hammasini ham ertalab ko'rsatib beraveramiz. Vaqt o'tib ketadi hoji aka. Vaqt cho'zilib ketib qoladi aka-ukalar. Yaqin mol olaman desam ham ko'p bu. Ponni har kunga shvet qo'yaman desam ham ko'p. Har doimgidek mana assortiment nimaga? Hammaniga har xil sharoitda har xil mol yoqadi. Hoji aka, tuyoqlarni ham oling. Yurishlaridan xudo xolasa aka-ukalar muammo yo'q. Hammasini yurishi sog'lom. Agar noto'g'ri yurib, qadamni oqsab uya bo'ladigan bo'lsa, hoji aka hozir baylarni ashetdan chiqaman. Hozir baylattirdim hoji aka buni arg'amchiga. Obbo, bo'ldi gapingiz jon. Hoji aka nuqtada turadi-da. Uch ko'rsangiz arg'amchiga shoxiga olasiz. Endi shoxida aqabaqani bo'lib turadi. Endi yo'qmaydi. Ataylab oyoqlarini ko'rsatib ketyapman aka-ukalar, xudo xolasa. Baxtiyorjonga beramiz buni Qo'qonga mana. Baxtiyor aka yaxshi ko'radi.
Nimagaki bitta shunaqadan zakas beruvdi, tashlab bering dedi o'ziga mana ko'rib olsam yetil. Tuyoqlarni ham oling. Yashiran bo'lmagan bu mol. Haligi u kasallikni gapirmaylik ham u. Hali bo'lib o'tganini ham aytib sotaverardik biz mana. Tuyoqlari ham istagan tuyoq. Birinchi ko'ring, necha oylik? Hoji aka, uni 4 oyga olsa, Aha. 4 oydan ancha 5 oyga qadalib qolgan. Men 1 oy kamaytyapman. 127 ekan, 125 kiloga aktib bo'ladi. Aha. 125 kilocha bo'laveradi. 125 ga. Narxiga? Narxi 30 million yo'q hoji aka. Ha. 29 million, 28 million boring mana. Xullas targ'il mol o'zi Shveddan ham qimmat bo'lib ketdi. Ha. Joyida ham kamnoma molligiga ham qimmat edi, lekin 30 millionga ham ko'taradigan bor. Aha. Ha hoji 28 qilib bugunga ham bonus nimasigi mana. Hamma joyga solishtirib olaveradi. Eskilar gapida shu bolasi targ'il olmoqsa, o'nta moli bor ekan, Tanlab oldi yuradi. Tanlashga ham bor, targ'ili ham bor mana. Aslida uni yuvoshligi, molni sog'lomligi. Shuni ayta qolamiz bunga. Yosdagi bir o'zingiz bitta aytasizmi yo'q? Endi yana 20 metr qilib bering. Endi balkim jub ketib qolar. Hoji aka zamcha ikkovlar 20 metr deb. bo'ldi 27 million. Talashmaydigan narx qo'yib beryapman hoji aka. Mana o'zingiz ham hamma joyda ham yuribsiz. Targ'ilidan so'raganlarga mana ukalar narxini ham tushirib qo'ydik, xudo xolasa. O'zim talashib tortishib, iloji boricha so'rab ketyapman, ko'rib turibsizlar. Bittadan laklarni bosib qo'yadigan qilib ketyapman aka mashinaga. Joningiz ham aytib o'tib ketdi, obuna bo'lishdi. Albatta, Oltin Chorva Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lishni esdan chiqmasin, xudo xolasa. Bittadan laklarni bosib turamiz aka ukalar, xudo xolasa. Shvedda, Sveti tozasidan, o'zi ham tozasidan aka ukalar mana. Orqa ketib oladi, pokizasidan aka ukalar. Buni bitta turgizmoqchi edik. Hoji aka keling qo'ying deb kechagi safarda ham aytib o'tgandek. Idishni qarang. Tutagini qaraymi, tug'magan moldi. Xo'lasa, tuyoqlarni ham istagan tuyoqlar. Oq quloq, oq tumshuq. Oq tagidan keladi. Shu oyog'ining orasi ham oqadan. Qalvar, mana hozir. Tug'magan joniga. Sut sog'ishni ham, sut berishni ham yirtvoraman deydiganlariga. Mana shu mana. Ham bolaga, ham sutga, bo'yningizga uzun mollar. Aha. Yaxshi. Hoji aka 33 million narx qo'ydim. Ha, Bugungi 32 million so'm mana. 32 million. Ha, hoji aka jan emas. Mana bugungi bonusni ham bonusi. Mana xohlagancha 32 millionga so'rash o'zi sotmaganman. Ana so'ragan odamlar kommentariyaga ham yozib ketishaversa. Necha oylik bo'lgan bolasi? Buni ham 4 oyga olaversa. 4 oyga. Lekin mol 5 oylik bo'g'oz. Men 1 oy kech beryapman, xursand bo'lib qolishsin deb. Nimaga agar bir ikkita molimiz, misol 8 oylik degan molimiz 40 kunda tug'masa, tug'mayapti deyapti. 50 kun bo'lib qolsa, 10-15 kun bag'i bo'lsa, uni 1 oy erta tug'ib beraversa, xursand bo'lsa. Bular hammasini biz o'zimiz qo'yib, o'zimiz qochib. Nima qilmaymiz-da, bizdan olib kelamizda. Gap. Qo'ylarni, tishlarni ko'rsatib ketaylik aka. Ana apparatdan 10 kun, 15 kun ag'a-bag'iga aytadi. Ha, albatta. Katta kichikligiga qarab aytadi. Mana doktorlar ham bo'lsa yozib ketaversa, apparatdan bo'zadi katta kichikligiga qarab aytadi. Albatta. Nima qilganda ham aka-ukalar, biz insonmiz. Apparat ham u Allohda insonga bergan qobiliyat orqali yaratilgan mahsulot. Odam yaratgan uni ham. Inshaalloh aka-ukalar, Alloh bilguvchi. Bu yog'i 30 ekan, 128 ga olursiz. 10 kun, 15 kun buyog'i bo'lib qolsa, hech kimni so'kishi yo'q, birov-birovdan xafa bo'lishi yo'q. Lekin bo'g'ozi bo'g'oz. Bo'g'ozi Qisir, gumoni gumon, bo'g'ozi bo'g'oz sotilyapti hoji aka. Aka-ukalar, 4 oylik bo'g'ozga bo'yini 27 ga olaversin, yana 1-2 sm o'tdi. Bo'yi 1.20 metr, narxi 32 million. Narxi 32 million so'm. Hoji aka xonajini ham bermayapti narxi, to'g'rimi? Zo'r. Aka-ukalar, narx menga yoqdi. 1 metrlik bo'tagini 20 millionga beryapti ular. 20 millionga yo'q. Xohlasa 5 oy tarbiyasini qilib, o'zingiz yemlarni berib, yana ham xonadonga moslashtirib tursangiz, inshaalloh zo'r bitta buzoqchani tug'ib bersa, Soraga 15 millionga bitta Qashqar nima beruvdik? Bonanza bitta qarindoshimizga. Mana shu yerda Qo'zg'on bor berganmiz. men borib ko'rdim, 35 millionga baho kira qilyapti, olib sotar. Nima qilay deydi. Sizga dedim 20 million qo'yapti, birodar, bering dedi.
Ko'rib, 35 millionga berib yubordi. Tug'ibdi-yu, 3 kun, 4 kun bo'libdi bolasi. 1 yil 20 million. Oddiy misol mana shu mollar ham hozirgina 10 kilo silyos bilan 1 kilo kepay bilan yotaveradi. Bularga 4 kilo, 5 kilo kunjara berish shart. Albatta. Bo'g'oz. Hozir aka mol baxsa moldan baraka topadi. Albatta akalar, to'shlariga ham, hamyog'iga, sifatlariga e'tibor berib qo'yamiz akalar. Bu 5-molimiz bo'ldi. Bittadan layklarni bosib qo'yamiz. Xudo xolasa bu yerda endi Sementaliski yoqangi gigantidan akalar. Jo'ning sog' bo'ling. Aka mana shularni shunday nima? Bitta yetalab beraman. Akalar xudo xolasa bugungi bu yerda Shvedni ham o'zgachalaridan kelgan bir dona sementalni bunaqa. Mana aka, mana uni ham bir olib bering-da, Shvedni nima? Stolkalarni qarab qo'ying. Jo'ning sog' bo'ling. Haqiqiy tozani yuzga yuzi mana, savay emas, mana. Tepada Savaski Shvedni vatani Qo'rg'ontepada. Andijonda o'zimizning Shveddan bu mana. Bu mollar haqiqiy otga o'xshab yuradiganlar bo'ldi. Yurishi o'zi bebaho bo'lardi. Layklar bosib turamiz hozir. Gigantlarimizni xudo xolasa yurishlaridan boshlab olib ketamiz. To'g'ri, sementalimiz akalar. Bitta 8 oylik olamiz. 8 oylik. O'zi birinchi tug'ishga aka. Inshaalloh. Metringiz qani hoji? Metr shuni hisobi. Tuyoqlarni ham qarang. Olsa sog'lomligi ko'rinib turibdi akalar. Bir 37, 38 kelyapti. 38 ga. Yechoring. Yurishlarni so'ragan akalamizga. Jo'ning sog' bo'lgin. Xudo xolasa bu hali 3 tani tug' bo'lguncha yana ham bo'yiga bo'y qo'shilib o'sib ketadigan o'suvi bor mol akalar. Xudo xolasa bola soldiga enas bekori qolaveradi. Inshaalloh. Mana Molni qarang, turishini go'zal. stolkalari ham o'ta go'zal akalar. Bittadan layklarni bosib turamiz. Necha oylik bu hozirga? 8 oylik. 8 oylikka birinchi qoringan akalar. Mo'llarni ayting. Yo'qligi ham o'ta yaxshi mana. Ketar. Mana. Buni yetalayapti deb o'yladi mana. Chap bo'ng tanlamaydi. Xohlagan yog'idan silab ko'rib olaveradi. Yog'lariga e'tibor bersangiz akalar. Bir joyda bir nuqsoni yo'q mollar. Narxiga necha pul aytamiz endi hoji aka buni? Hoji aka talashmaydigan narx qo'yib beraman. 46 million so'm. 46 million. Ha, 50 million, 52 millionlik mollar o'zi aslida. Bugun bonusda bugungi kunga ham bozorga yakshanba kunga dam olishib, osh ustida maza qilishib narx-navoni chiqarib yuboring, molim kelsin, ko'rib maza qilib oladi deganlarga mana. Gap akalar. Kommentariyalarda ham yozib duolar qilib qo'yib turamiz akalar, xudo xolasa. Nasib qilsa hammalarga shunaqasi. 100 millionga mana shu molni kattarog'i bo'g'oz sotildi, shoqligi. Bitta like bosib turing. Endi Shved bozimi yana boshlanyapti akalar. Qo'ng'ir shved bo'ldi. Oxu shvedimiz bo'ldi, targ'il bo'ldi. Sava shvedimiz bo'ldi, sementalimiz bo'ldi. Germanga navbat men. Germanda ham olib chiqinglar bo'lmasa mana. Metrlarini ko'rib, yuvoshlarini ko'rib bir yetalab beringlar. Boryapti. To'g'ri. 1 santimetr, 2 santimetr aqaba. Ayyor. Hayotida 4 ta odamni endi ko'rib, manaqa nuqta arg'amchini ham endi ko'rib turganlaridan. Hoji aka mana bir jupi bor. Hozir olib chiqib ko'rsatib beraman sizga. Bo'lar. Aytdik akalar. Tishlarni ko'rsatib ketdilar aka mashatiga. Bu turishiga tishini ko'rgan odam. Hozir tishini ko'rsatib beraman hoji aka sizga mana. Jonivorda akalar men kavush qaytarayotganda ko'rib turib o'zim ham gapirib oldim. Mash turishiga aka 2 ko'raymi devardim akalar. Oy, maqmat aka. Mana. Mana. Ko'rdingizmi? Inshaalloh. Nasib qilsa mana. Bayroqdan endi tushdi. Mana sal kengroq nuqtaga solib. Ha, ishlar. Hoji aka bitta o'zini olib chiqib, maza qilib video qiladigan edim. 10 ta 12 ta mol qo'yib o'rganib qolganman, mana molni.
Buni ham ishqibot. Bu ham nomeradian shvedlardan aka-ukalar, xudo xolasa. Tutagini qarang, tagi ostini qarang. Joning sog' bo'lsin. 100 ga 100 germandi mana. 100 talik germandan so'rab turgan aka-ukalarimizga Toshlarini qarang, bag'baqalar. Vohali akalarimiz mana Xorazmli aka, Samarqandli akalarimiz. 2 million pul tashasam, mol uchun bo'ladi. 2 million zakat tashasa aka. Birinchi qoringa necha oylik? Birinchi qoringa hoji aka bugungi kunga 7 oyga 5 kunmi 4 kun bo'ldi o'tganiga. Nima? 7,5 oylikdan. 8 oyga shu bir hafta qoldi xolos. Hoji aka bugungi kunga 7 oyga hisoblab olishaversa. Ag'i 10 kunga cho'ziladigan bo'lsa, nasa 2 oy bo'ladimi? Mol 2 oyga bormay tug'adi, xudo xohlasa. Haqiqiy katta semental novosga qo'yilgan bu. Nimaga sement ha? Bu sut yo'nalishiga qilishgan edi buni. Hozirdan idishlar. Har doim aytgandim, aka xonimga bering shunaqa obunachilarimizga deb. Bugungi kunisida boshida aytdim-ku, bonusga qilib beraman deganim, yaxshi mollarni qo'yib bersa, hoji akalarimiz bilishib olsin mana. Inshaalloh aka-ukalar. Oyoqlari, iliklari baquvvat. Qachga narsa o'tdi, qachga narsa aka-ukalar. Mana shoxni ham aytib o'tdim hoji aka, nimaga bunaqa pastga bir xil ekan o'sgan. Yoshligida chiqayotganda pastga o'ssin deb turib bir narsa baylashgan buni shoxini. Kuydirishmaganda. Chiroyli bo'ladi. Qarang, o'zigacha bir go'zal bo'lgan moldi. Baqbaqalarini qarang. Donlarni bosamiz. Narxiga qolyapti aka. Ate buni bugun men qarang, hech joyda bir joyda baylangan nimasi ham yo'q. Shuni mana shu yerga 7 ga baylaysiz, bir qator ko'rsatib turib ichkariga olib kirasiz hojiga. Hoji aka 55 million. 55 million so'm. 57 million aytib, 1 million tushib bermoqchi edim. 55 millionga hoji aka 55 million ham aytib 1 million tushib bering. Endi so'rasa pichoqda nima qilyapti-ku, to'xtatdik. Bari klientlarimiz o'rganib qolishibdi. Bolam shart emas, pichoq kerak edi dedi aka. Bitta zo'r chamadonli pichoq badarga qilib beraman bunga. Pichoq nimaga? Sharxonimizni brendida endi u, hammani emas, moldan ham olishga. Bo'laveradi hoji, bitta zo'ridan o'zi olib kelib padarga qilib bera hoji aka. Zal o'rtog'im olib kelib berib turadi. O'rtog'im ham nima meni reklama qilib to'xtatib qo'yding deb. Bitta chamadonlik hali bir komplekt nima qilib beraman. Pichoqqa qiziqtirish emas. Adli shunma. Narx-navoga telefon qilishdan solishadi. Hoji aka molni o'zini narxi pichog'idan tashqari 53 million so'm, 54 million emas. Xohlagan joyiga narx-navoni ham solishtirib olaversin, dastavkasi ham ichida. Dastavkalari ham ichida kelib. Bittadan laklari bos. Qalay bo'ldi hoji aka? Bo'laverami hoji narxi yo tushyaptimi? Katta ukalar. Bittadan laklarni bosib turamiz. Kimdir 70 million qo'yadi, endi olishiga qarab. Molni ko'rinishini qarang hoji aka. O'zim bitta qarab bergin. o'zimiz reklama qiladigani. Molni ham tozasidan mana. Degan foydani birinchidagi molimizni ham qiladi. Bitta qo'yig'i suyug'i bitta bizniki. Bir-biriga surish uchun jupolaversingiz. Mana bilan o'nim olib bitta chiqarib olsak ham o'lkasi ham teng. Foydasi ham teng. Ezalik qilyapmizmi? Yengil kam qilib hamish. Mashina ham yechiladi mana. Hoji aka mana uzmay turing nimani. Mashina hozir olib chiqtirdik mana. Bir jom o'ti negizdirdim shuni. Birinchi tug'ishda 20 tadan kam bermagan ekan. 24 tagacha sut bergan bola. Bu ikkinchi qoringa shalvarlarni qarang. Sutdan chiqarib hoji aka. Katta shved novosini ichiga qo'yib yuborgan buni. Bo'g'oz qisilligini bilmayman. Hozir olib chiqtirdim. Bir jom sinaj negizdirib mayliga. Qo'yib yuboryapmiz bugun. 3-4 kunga sinamoqchi edik, mana unga jubka nimasi. Lekin yeb olib to'ltirib mana. Biz maktan sinab olamiz. Hammasi shetda baylanib yeb o'tlarni yeb bo'ldi. Qo'najilchan narxiga aytib beraman hoji aka buni. Bo'g'oz qisilligini bilmayman, rostdan. 1.35 kaloriyalar aka-ukalar. Yeb ichishiga javob beraman, molni sog'lomligiga javob beraman. Bo'g'oz qisilligini nimaga shunday olib keldik, zagondan ushlab
o'zi aslida mana bu molni sotuvdi xolos. Yana jinni pul zararlab olib hoji aka buni ham bering deb abga gizordim. Bugunga qo'ymoqchiman, hoji aka qo'yavering degancha qo'yib yuboryapti. Xudo xolasa aka, ikkinchisi haqiqiy Germanda sut beradingani mana. Priyamo kelgani mana shu Germanda o'zidan kelgani mana. Sut yo'nallash kanallari ham xudo xolasa kindiylarga qarab ketganidan akalar. Bidan layklarni bosib turamiz xudo xolasa. Bunikini xunajin narxiga aytilinadigan bo'lyapti. Agar aka-ukalar buni hozir siz xunajin narxiga olib, ertaga bitta agar bo'g'oz chiqib qolsa, do'ppizga otadigan, mazza qilib xursand bo'ladigan, bizni ham duo qilib qo'yadigan joy aka. $1000 yutadi, lekin shu men aytgan narxda hozir olsa $500 yutadi. Kiloga ham to'g'ri keladigan narx. Inshaalloh. Aka dedi, qassobga bermayman men dedi. Ichidan chiqib olishi mumkin. Nimaga uni bilishmaydi, zagonga qo'yib yuboradi. Katta novoz ichiga. Iloyim qornida bo'g'oz bo'lsa. Qisir bo'lsa ham qassobga jalqadi. Ashida bu mol 20 litr bergan mol ikkinchi tug'ishda 25 litr beradi xolos. Shuni aytmoqchi edim. Bu hali akalarim bilaman, xudo xolasa, novvosda ham injiqlaridan baqib qo'ygan. Shunday olib borib bitta qo'shadigan bo'lsa buni, novvosga agar qisir chiqib qoladigan bo'lsa ham, o'ta bolani ham 100 talik beradigan, $1000 foyda qiladigan sharoitida turibdi. Tuyoqlarini, oldi ko'rinishlarini hamma yo'g'ini olib bering hoji aka, ko'rishib olsin. Silliq yungligidan xudo xolasa toza qonligidan aka. Bittadan layklarni bosib turamiz. Aka, Hoji aka, xunajin narxiga qo'yib beraman degani 32 million. 32 million so'm. To'g'ri qiling. 35 mi? 35. 35 mi deb qo'yapti. O'zi 35 ga arziydigan mol hoji aka. Obunachilar $1000 pul zarligidan sotdimi? Ketgan bo'lsalar 35 bo'yi, to'g'ri. Lekin puli 35 man. Qani? Bo'ldi 30 million. Hoji akangiz buguncha nima qilib yubordingiz? Ashi bilan jub ketadi. Jub ketadi. Mana yoniga ham bir olib chiqib aylantirib bersangiz ham bo'laveradi. Buni bir joyda ikkovsini jub qilib oladigan meni tavsiyam 53 ga 30 bo'lyaptimi? Ana hoji aka yurish-turishlarini mana jonivorda qarang. Ikkovsini jub qilib olgan yana ham qilib bermaysiz aka. Arzon qilib beraman hoji aka. Telefon qilishaversin. Telefon qilganki odamga sotyapman, qaytarmayapman. Faqat akalar yana arzon qilib to'g'ri qilib berasizmi aka? Ha, yo'lida. Siz o'zingizga telefon qilasiz, nomeringizni aytib o'ting shetiga. Siz o'zingiz savdolashtirib bering hoji aka. Sotmasam, aka, meni atiy ovora qildingiz, sotaman. Necha pulga desa sotaman degani, ozgina foyda qilsa sotaman mollarni. Faqat akalar bor barakaga 500 ming bo'lsa ham zakalat tushirib qo'yinglar. Mol olish niyatinglar bo'lsa, kartalarda pul tursin. Hamma joyda hozir karta ham, paynet ham bo'lib qoldi. Faqat mol yugurib chiqib 500 ming tashlab qo'yish ham hech narsa emas. kundan kunga oshyapti molni. Shu yerni ham aytib ketishaversin mana. Shoshilib ushlab qolish kerak buni aka. Ikkovini jub qilib olganga xudo xolasa yana ham xayr kam bo'ladi. Men o'rtaga savdolashmay qo'yay, xudo xolasa mendan ham yumshoq muomala qilib sizlarga xudo xolasa savdosini qilib Muzaffar akam o'zi qilib beradi. Aloqaga chiqasizlar. Hoji aka faqat yaxshi gaplashib oldi savdo. Mana deb aytsan, nimaga? Tashlaysiz Telegramdan. Aka mana. Molni qarang. Rosti gapda, mana shu mollar tursa o'zimga ham ikkita molni foydasini qilib beradi. O'rta yilimiga, boshligiga, yemoq-ichmoqligiga, imlamalargacha qilingan. Buni 4 yilini ham ishlaydi. Xudo xolasa 100% ishlaydi. Biz ko'rib olib olamiz. Nimaga buni arzon aytdi deyishmasin. Mana tomiri mana. Kindigi mana. Gap bor. Jonim sog' bo'lsin. Akalardan layklarni bosganmiz. Chiroyli. Gap. Tomlari qilib. Boqaman molni, mehr beraman molingizga. Bering deganga mana qarang hoji aka. Qalay bo'ldi narx-navo? 30 da. Gap, bittadan layklarni bosib qo'yamiz akalar. Chalvarlar ham xudo xolasa ko'rdik akalar, bittadan layklarni bosmasangiz bo'lmaydi. Ikkoviga 83 million bo'lyapti. Yana kam bor akalar. Bitta molda puliga ikkita mol olishyapti. Hoji aka xudo xolasa. Bu Abdulloh jomladim ham deyapti. Bunisi nima deyapti akalar? Xudo xolasa tuyoqlariga, o'ylariga e'tibor beramiz. Bittadan layklarni bosib, bu yoqdan tushib qolyapti. Ozgina xalaqit beryapti. Tovushlarni qaytarib turibdi xudo xolasa akalar. Necha oylik bo'g'ozda aka buniki? Hoji aka 5 oylik bo'g'ozga bunisini oladi. 7 oylik bo'g'ozga narigisini oladi. 7 oylik bo'g'ozlikka bunisi. Xudo xolasa ikkovsi ham bir-biridan qolishmaydigan shvedlarimiz akalar. 30 dan baland ekan. 30 dan baland. Mana 129 chiqyapti. 129. 132 ga 129 bo'lyapti. Mana 8 oylik, 7 oyga beramiz. Mana 5 oyga beramiz. Bu 5 oylik, bu narigi
Turishini qarang, go'zalliklarni. Ikkosiniki ham birinchi qorindan, ha? Birinchi qoringa. Katta. Mana. Yuvoshliklari. Endi 2 kurak bo'lyapti, hoji aka. 2 kurakka. Mana yuvoshlik. Pasha, chaqadigan pashshadan yomon ko'payib, meni ham yomon chaq. Mana. Internatda o'chirasiz, pasha o'ng'illab, u xalaq bundan internatda tursa, mana olib bering internatda ishlashlarini o'ng'illab chiqib qoldi demasi. 35 milliondan ketdi. Jupiga 35 dan 70 ga ketdimi hozir aka? Jup olganga ketdi. Men molim 37 millionga ham bermayman yakka olganga, jup olganga qilib beraman. Mayli savdolasiz, yo'q, bermayman demay sotamiz mollarni. Shuni yetalashga olib qo'ylar nariqqa. Bittadan layklar. Ha, shunga achib o'tirib, pasha chaqib ketdi. To'g'risi yurishlaridan. Yoshlasa kuchliryapti. Kechil Abdulloh. Yo'q, akalar sog'lom. Inshaalloh. Bugunga 10 bosh molimiz bo'ldi. Ketkizgan. Turishini qarang hoji aka mana. Rozi bo'lib qo'yasizlar. Akalar videolarimiz biroz cho'zib. Mana yurish-turishlarini ko'rib olsin hoji aka mana. Yurishlaridan muammo yo'q. Olib kelib o'rniga baylab. Layklarni bosib turamiz. Videolarimizni oxirigacha ko'rgan akalarimiz Alloh rozi bo'lsin.